Assalomu alaykum azizlar. Bugun pijama tikishni ko'rsatib beraman 6-7 yosh bolalar uchun. Hozir ko'krak kengligimiz eng katta o'lcham bo'lganligi uchun 20 sm to'rq buklovni olib olamiz. Bo'yiga mana yozib qo'yganman 50 sm. Pastiga ribana qo'ymaymiz. Shunda o'zini 2 sm qaytarib qo'yamiz xolos. Agar pastiga ribana qo'ysangiz hisobini chiqarib tashlaysiz albatta. 4 sm, 5 sm qo'yishingiz mumkin. Orqamiz, oldimizni birdaniga bichamiz 6 sm. Orqamiz pastga o'yingiz 3 sm. Sababi ribana qo'yamiz 2 sm qilib tiksangiz ham bo'ladi. Prosta qaytarib qo'yishga. Hozir biz ribana qo'yishimiz uchun 3 sm qilib olamiz. Birinchi orqa o'yinlarimizni bichamiz. Yelka kengligimiz umumiysi 17 sm chok hisobi bilan yelkamiz tushish qismiga 2 sm tekis qilib chizib olamiz shu nuqtamizni. Matoyimiz HB trikotaj matosi yumshoqqina. Proymamiz uchun 15 sm. Shunaqa lineykalardan osonroq foydalanish uchun ishlataman. Tekis chizib olamiz. Tekis tushadi etakgacha. Mana deyarli bichib bo'ldik. Orqa qismimizni birdaniga orqa oldini bichdik. Hozir oldini alohida yana bichadigan joylari bor. Qirqib olyapman. Matoyimiz to'rt buklovda. Juda ham yumshoq material. Yelkalarimizni ham qirqib olamiz. Proymamizni qirqamiz. 6-7 yosh bolaga bemalol tushadi. Rangi ham chiroyli, seri mato. Mana qirqib oldik. Endi orqasini ajratib olamizda oldini bichish jarayoniga o'tamiz. Oldimizni oldi ochilishi mana hozir ko'rsatib beraman. Oldin mana yo'llarini tekislab to'g'rilab olasiz. Bu yumshoq mato bo'lganligi uchun ozroq surilib ketishi mumkin. Chiziqlarga e'tibor bering. Chiziqlarni ham to'g'ri bir-biriga to'g'rilab tikish jarayonida ham to'g'rilab olsangiz chiroyli estetik did bilan chiroyli chiqadi albatta. Mana tekislab oldik. Oldi ochilishga qancha olishga qiynalsangiz mana o'z holatiga keltirib qirqilgan joyimizni shundan 7 sm tushib olamiz. Adashmasligingiz uchun mana yozib ham qo'ydim. 7 sm katta olganim sababi aytdim boshda ham ribana qo'yamiz bo'yinga. Matoni o'zidan 1-3 sm qilib kant qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin ribana chiroyli chiqadi. Mana chizib oldik oldini. Endi qirqib olamiz. Oldi kengligimizni ham proymamizdan olib olamiz. Oldi kengligimiz orqaga nisbatan ozroq bo'ladi. Kengligi. Orqamizda kuragimiz hisobi 1-2 sm ga farq qiladi. Shuni ham ajratib olamiz. Yengimizda ham shu bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib beraman. Chiroyli chiqadi albatta. Oldimizda mana yeng bilan gavda qismimizdagi material yig'ilib qolmaydi xunuk bo'lib. Endi yengimizga o'tamiz. Yengimiz 4 qavatda.
yuqori bilak aylanamizni hisobi olib erkinligi bilan 16 santimetr mana o'lchab oldik. Uzunligimiz 42 santimetr plus 5 ribana uchun chok hisobingiz, ribani qo'yadigan hisoblaringizni ham chiqarib, matematik o'lchovlar bilan qiling. Mana yeng tomi uchun 9 santimetr tushib oldik. Shunga tutashtiramiz nuqtamizni tekis qilib, har doimgi yeng bichimimiz bu. Shuni ham o'rtasidan bo'lamiz hozir tepa qismini. Avval pastki qismini 10 santimetr qilib, bilak, pastki bilak aylanamiz deb aytiladi. Tekis chiziq chizib olamiz. Shuni chizib olgan chizig'imiz o'rtasidan belgilaymiz. Har doimgidek shu yengimiz qo'ltiq tarafdan tortishmasligi uchun 1 santimetr ichkariga yoy sifat qilib chizib olamiz. Mana yengimiz ham juda chiroyli turadi. Qo'limizni salgina ko'targanda osilib turgan yeng bo'lmaydi. Akkuratni chiroyli chiqadi. Mana chizib oldik. Mana endi o'sha yeng tomdan o'rtasidan bo'lib, xuddi mana shu ko'rsatganimdek, tepaga 1 santimetr, pastga 0,5 yuramizda 40 olamiz. Mana deyarli yengimizni ham bichib oldik. 40 olamiz. Yengimizni juda ham chiroyli chiqadi. Albatta tikib ko'ring. Keyin yo'l polosali matolarimizni albatta bir-biriga yo'lini chiroyli qilib taxlab, keyin bichishga harakat qiling. Buralib ketadi qaysidir mato surilib ketadi. Bulavkadan foydalanishingiz mumkin. Yengimizni aytib o'tganimdek, oldi tarafini belgilab 1 santimetr ichiga kirgizib olamiz. Sababi oldimizda o'sha yig'ilish hisob hosil bo'lmasligi uchun. Mana xuddi shunday qilib. Endi adashmasligimiz uchun albatta belgilab, bu aniqlik, aniq ishlash maqsadida belgilab olamiz. Endi ribanalarimizni bichib olamiz. Yengimiz uchun ribanamiz eni 6 santimetr, buklovda 2 qavatda bo'ladi albatta. 6 santimetrni belgilab chizib chiqamizda, kerakli uzunlik aylanasini yengimizni belgilab chizib olamiz. Bitta yengimizni olamiz. Minus 3 santimetrda 10 santimetr olganmiz, minus 3 santimetr 7 santimetr bo'ladi. Mana 7 ga 7 14. Pastki bilak aylanamiz, rezinkasi 14. Bitta yengimiz uchun, ikkinchi yengimiz uchun yana 14. Ikkita bichib olamiz. 40 olamiz. Endi bu albatta chok hisoblari bilan hisoblaganmiz. Birdaniga mana 2 tani 40 olamiz. Albatta oson usulda tushunarli bo'lishini iloji boricha sizlar uchun tushunarli qilib bichyapman. Agar bemalol bichsam shartta taxlab birdaniga ikkitasini bichib yuborar edim. Endi mana bichib olgan holatimiz orqa. Mana bu oldi. Mana yelkalarini to'g'rilab, tekislab, mana shu holatda tikib olamiz yelkalarini. Mana bu yenglari. Yenglarini ham tekis tikib olamiz. 1 santimetr chok hisobi bilan manjetlarimizni yon taraflarini tikib olamiz. Mana tikib oldik. Tanamizni, yelka qismlarimiz hammasini hozir to'g'rilab ko'rsataman sizlarga. Mana yon taraf yelkalar tikildi. Overlock qilasiz, dazmol qilasiz, yenglar tikib olamiz. Overlock, dazmol albatta bo'lishi kerak. Mana ribanamiz bo'ynimizdagi eni 7, qaytarganimizda 3 santimetr qolishi kerak tikilganda. 1 santimetr chokka 16 uzunligi aylanasiga. Mana shunday taxlanganda 1 santimetr chokka kirib ketadi.
Hozir mana ko'rsatib beraman tikilish jarayonini. Bulavka qilib albatta mana qaytarib olasiz. Chokini tekis taxlab olasizda, bir-biriga qilib tekislab. Bu qo'l ribanamiz, qo'l rezinkasi. Bu bo'ynisi uchun. Chokini chokiga qilib bir tarafini bulavkalab olamiz. Ichki tarafga qo'ying albatta ribanani mana bulavka qotirib oldikda, ribanani ham o'rtasini topamiz. Bo'yin aylanamizni ham o'rtasini topib, u chokiga to'g'ri kelish kerak emas, chunki oldimiz o'yindoq katta, orqaga nisbatan mana sal qochdi pastga, oldi tarafga. Ribanani o'rtasini olganimizda endi mana bo'yin o'sha o'rtani ushlab bulavka qilib, lapkani tagida oson ishlashimiz uchun mashinaga qo'yganda bu birinchi tikuvchilar ozroq qiynalishadi, qaysidir tarafga burma ko'payib ketadi, qaysigadir yo'q. Shuning uchun 4 tarafidan o'rtasini belgilab, bemalol ushlab, joy-joyiga qo'yib olasiz choklarni bir-biriga, chunki ichidagi ichkariga, tashqariga bo'lib surilib ketishi mumkin. Qaysidir tarafga burma ko'payib ketishi mumkin. Teng qilib hammasini tekislab, igna bilan bulavkalab olamiz. Keyin tikish jarayonida har bittasini lapkada yurganingizda, tikkaningizda bitta-bitta olib tashlaysiz ignalarni. Qo'lingizga ehtiyot bo'ling, albatta xavfsizligingizga o'zingiz ta'minlang. Bu yengimiz uchun, yengimizni ham o'sha chokini chokiga qilamiz. Ribanamiz ichkarida turadi. Mana shunday. Chokin chokiga to'g'rilab, estetik did bilan tikishga harakat qiling. Mana, buni ham xuddi o'shanday qilib bir xilda tortib olamizda, bir xilda tikib chiqamiz. Mana, aylantirib, overlock qilamiz albatta. Mana ribanalarimizni tikib oldik. Yengimiz uchlariga o'rnatib oldik. Mana hozir o'ngidan ham ko'rsatib beraman. Juda ham chiroyli chiqdi mana. Tayyor. Mana oldi tanamiz, orqa tanamiz bir-biriga ulangan holatda ribanamiz o'rnatilgan. Mana ribanamiz. Hozir ishib turibdi, dazmol qilsa yotadi bu. Keyin chok beramiz 0.5 da aylanasiga. Ribani yotib turishi uchun. U holatdagi tikkan holatimni ham hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Qanaqa farq qiladi dazmol i 0.5 chok berilishi. Yengimizni o'sha belgilagan joyimiz bor, X qilib belgilagan, mana shu joyimiz. Oldi tarafini mo'ljallab, yengni ichiga kirgizamizda, aylantirib tikib chiqamiz. Belgilagan joyingizga e'tibor bering, oldiga bo'lishi kerak albatta mana X. Xuddi shunday ushlab olasizda. Iloji boricha sizlarga noldan o'rgatib berishga harakat qilaman, qiynalmasligingiz uchun. Birinchi tikkan odamga albatta qiyin tuyuladi. Bir xato qilasiz, 2 xato qilasiz, keyingilarda ko'z yumib bemalol tikib ketasiz. Qiynalmasdan. Albatta harakat qiling tikishga. Qiyin ekan deb o'tirmang. Hamma narsa osonlashadi borgan sari. Etagimiz 1 sm ichiga qaytaramiz, ikkinchi qavatdan 2 sm qaytarib tikib chiqamiz, aylantirib. Yo'llariga ham e'tibor berasiz. Mana bitta pijamamiz, farzandimiz ham kutib turibdi, mana kiyishga tayyor. Mana oldi 2 sm qoldi ribanamiz, dazmol qilganmiz. Mana yengimiz 5 sm qoldi. Choklarni hisobga olganmiz. Hammasi to'g'ri ro'na chiqdi. Tayyor. Videoni kuzatganingiz uchun rahmat. Mana etagini bosganmiz. Yo'llariga ham e'tibor berasiz. Yenglari ham juda chiroyli chiqdi. Bo'yinlariga 0.5 sm tikib olganmiz. Mana chiroyli bo'ladi shu chok bersangiz, ustidan choklar yotadi. Rahmat videoyimni kuzatganingiz uchun. Albatta tikib ko'ring. Sog' salomat bo'ling.